Assalomu alaykum ahli guruhi. Ko'pchiligi biladi. O'rgatish emas, eslatish xolos. Ko'kka ko'k payvandi vaqti o'tdimi yo'qmi degan bir savol bo'ladi. O'shani hozir ko'rsatib o'tib ketay degan maqsadda shu video rolikni olyapman. Hop, ko'kka ko'k uchun men novdani mana shu uzun o'sgan novda mana shuni uchki qismidan kesishni boshlaymanda, qarayman mana. Mana hozir mana ko'kka ko'kka bo'laveradi. Agar qora novda bo'lsa, buni kambek xatlami yaxshiroq joyini qarayman, sal teparoqqa chiqaman. Mana bu yerda ham yo'q, bu yerda ham ko'k novda bor. Mana bu yerga o'taman. Mana bu yerda mana ko'kka qora uchun mana zo'r. Ko'kka ko'kka ham bo'ladi mana shu. Keyin bachki shoxni qanday olib tashlaymiz desa, mana bu yerda mana bu bachki shoxi o'sgan. Mana bu yerda kurtek bor. Bu kelgusi yilga meva beradigan. Shuni mana shu bitta bo'g'in qo'yib yoki ikkita bo'g'in qo'yib, asosan bitta bo'g'in qo'yib turmaydidan kesib yilaveradi. Mana. Agar mana bu novda yaramay qolgan bo'lsa, oqarib ketgan bo'lsa, endi mana uch qismidan ko'rsatyapman-da mana. Buni mana shu tag qismida mana eng tag qismida mana shu bachka shox turibdi. Mana shu ko'k ulov bemalol qilsa bo'ladi. Mana shunga. Bunga ulasda keyin mana asosiy shoxni mana bu yerdan kesib tashlayverasiz. Bugun bozorga bordim, mana qaychi uchrab qoldi. Qarasam yaxshi qaychi ekan. Ishlatib ko'rdim, zo'r. Xudoga shukr, narxiga arziydi. Shu mana shu bemalol ulaverasiz. Ko'kka ko'k, qora novdangiz bo'lsa, ko'kka qorani ham bemalol ulasangiz bo'laveradi. Hozir ayniqsa ob-havo juda yaxshi bo'lib turibdi. Faqat sharti shu oftobdan saqlaysiz. Bargi bilan o'rab qo'yasiz, yo'qsa tualetni bo'lmagan bilan bo'lsa ham o'rab, quyoshdan saqlasangiz, tagiga suvni berasiz, yaxshilab ko'karib ketadi. Hozir juda may oyi juda zo'r amal oladigan attang oyi deyman men. Shu may oyida qilingan payvandlar zo'r oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.